Shu bugun boradigan joyingizda vafot etishni xohlamasangiz, u yerga bormang. Bugun kiygan libosingizda, bugungi libosingizda vafot etishni xohlamasangiz, bu libosni kiyishdan voz keching. Hozir tilingizdan chiqib turgan kalimalar bilan vafot etishni xohlamasangiz, bu kalimalardan voz keching. Bilasizmi, inson nimani hayotda ko'p yaxshi ko'rib yashagan bo'lsa, qaysi amallari bilan ko'proq yashagan bo'lsa, qaysi holatda ko'proq yashagan bo'lsa, o'sha holatda vafot etadi. Inson qanday yashagan bo'lsa, shunday vafot etadi. Qaysi amallaringizni qilayotib vafot etishni istasangiz, o'sha holatda yashang. Chunki o'lim sizni qachon qidirib topishini bilmaysiz. Balki bugun oxirgi kuningizni yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun har doim o'limga hozir bo'lgan holatda va qanday holatda o'lishni orzu qilayotgan bo'lsak, shunday holatda yashashimiz kerak.